Shifokorlar va o'rta tibbiyot xodimlari malaka toifasini olish uchun onlayn ariza yuborishni telefon orqali ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun telefonimizdagi Google yoki Chrome ilovasi kerak bo'ladi. Google ilovasiga kirib olib, qidiruv tugmasini bosib, my.gov.uz deb yozib olamiz. Va ekranlarda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali kelib chiqadi. Uning ustiga bosamiz. mygov.uz saytiga kirib bo'lgach, yuqorida 10 burchakda kirish tugmasi bor. Shuni bosamiz. Endi shaxsiy kabinetga kirish uchun One ID orqali yoki My ID orqali kirib olishimiz kerak bo'ladi. One ID orqali kirish tugmasini bosamiz. Tizimga kirish uchun siz ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Login va parolingizni kiriting va kirish tugmasini bossangiz kifoya. Agar login va parolingiz yodingizdan chiqqan bo'lsa, mana buni ustiga bosing. Ekranlarda login va parolni tiklash yozuvi paydo bo'ladi. Va mana bu joyga esa JSHR, ya'ni jismoniy shaxsning identifikatsiya raqami, pasportdagi 14 ta raqamingizni kiriting. Va mana bu joyga esa ro'yxatdan o'tgan telefon raqamingizni kiriting. So'ngra SMS yuborish tugmasini bossangiz kifoya. Telefon raqamingizga One ID orqali SMS yuboriladi. SMSda kod hamda yangi login va parol taqdim qilinadi. 6 ta raqamli kodni mana shu joyga kiritsangiz kifoya. to'qson bir 66 99. Qayta tiklash tugmasini bosing. Kirish qayta tiklandi. Yopish tugmasini bosing. Endi SMSda kelgan yangi login va parolingizni mana bu joyga kiriting va kirish tugmasini bossangiz kifoya. Agar siz oldin ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, tizimda kirishda xatolik kuzatiladi. Pastda 10 burchakda ro'yxatdan o'tish tugmasi bor. Shuni bosing va ekranlarda tizimda ro'yxatdan o'tish paydo bo'ladi. Mana bu joyga tasdiq belgisini qo'ying va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Va mana bu joyga esa JSHR, ya'ni jismoniy shaxsning identifikatsiya raqami, pasportdagi 14 ta raqamni kiriting. Mana bu joyga esa pasport seriyasi va raqamini kiriting. Va nomingizga olingan telefon raqamingizni kiriting. So'ngra SMS yuborish tugmasini bossangiz kifoya. Sizga One ID orqali SMS yuboriladi. Kelgan SMSda kod hamda login va parol taqdim qilinadi. 6 ta raqamli kodni mana shu joyga kiritib, ro'yxatdan o'tishni yakunlasangiz kifoya. Endi tizimga kirish uchun SMSda kelgan login va parolingizni mana bu joyga kiriting va kirish tugmasini bossangiz kifoya. Endi tizimga kirish uchun kirish tugmasini bosing. Shaxsiy kabinetga kirib bo'lgach, qidiruv tugmasini bosib, tibbiyot va farmatsevtika deb yozing. Va qidiruv tugmasini bosing. Pastda tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga malaka toifalari berish yozuvi paydo bo'ladi. Uning ustiga bosing. So'ngra xizmatdan foydalanish tugmasini bosing. Arizachini oldiga belgi qo'yib, keyingisi tugmasini bosing. Hududingizni kiriting. Va tumaningizni belgilang. Va yashash manzilingizni kiriting. Va telefon raqamingizni kiriting. Va keyingisi tugmasini ustiga bosing. Endi ma'lumotlarni to'ldirib chiqing.
Ma'lumotlaringizni kirgizib bo'lgach, faylni tanlang tugmasini bosib, hujjatlaringizni PDF shaklida yoki suratlarini kiritishingiz kerak bo'ladi. Ma'lumotlarni to'ldirib bo'lgach, keyingisi tugmasini bosing. Va yuborish tugmasini bosing. Va yana yuborish tugmasini bosing. To'lov qilish uchun QR kodni ilovangiz orqali skaner qiling yoki plastik karta raqamingizni kiriting. Va oy, yilini kiriting. To'lov usulini tanlang. Va tekshirish tugmasini bossangiz kifoya. Shifokorlar va o'rta tibbiyot xodimlari malaka toifasini olish bo'yicha batafsil ma'lumot olish uchun Telegramga kiring va qidiruv tugmasini bosib SSV toifa pastki chiziqcha bot deb yozib oling. Va ekranlarda tibbiyot va farmatsevtika xodimlari uchun maxsus bot kelib chiqadi. Ushbu bot toifa olish bo'yicha savollar, hujjatlarni tayyorlash, maslahat va yo'naltirish, barcha mutaxassisliklar bo'yicha test va og'zaki savollari va javoblarini olish mumkin bo'ladi.